Nima oldingiz? Pul oldim, 4000 dollar. Lavhamizning bugungi qahramoni bo'lgan yigitlar hali 30 ga ham kirmagan. Ular yosh umrini xazon qilib, bu yo'lni tanlamay ushbu jinoyatni sodir etishdi. Gap shundaki, 1994-yil Samarqand viloyatida tug'ilgan yigit Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi 1984-yil tug'ilgan fuqaroni 22500 AQSh dollari pul mablag'i evaziga chet davlatlarning biriga jo'natishni va'da qilib kelayotgani aniqlangan. Joriy yilning 22-sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi faol tadbir davomida 1994-yilda tug'ilgan fuqaroning 2007-yilda tug'ilgan jinoiy sherigi kelishilgan pul mablag'idan 4000 AQSh dollarini olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. Tezkor tadbir o'tkaziladi, fuqaroning arizasi bilan. Nima oldingiz? Pul oldim, 4000 dollar. To'plangan materiallar va o'tkazilgan faol tadbir natijasida joriy yilning 23-sentyabr kuni 2 nafar fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Qing'ir yo'llar bilan boyib ketish reja qilgan bu yigitlar endi qilgan ishi uchun qonun oldida javob beradi. Ularga nisbatan qanday jazo tayinlangani haqida biz dasturimizning keyingi sonlarida xabar qilamiz.